Poytaxtimizdagi Jar sport majmuasi yana bir xalqaro musobaqaga mezbonlik qildi. Bu gal bolalar va o'smirlar o'rtasida jismoniy tayyorgarlik, chaqqonlik, chidamlilik va jangovar mahoratni o'zida mujassam etgan zamonaviy yakkakurash sport turlaridan biri Unified bo'yicha Markaziy Osiyo ochiq chempionati tashkil etildi. Mazkur turnirda O'zbekiston, Rossiya, Qozog'iston, Qirg'iz Respublikasi, Tojikiston hamda Turkmanistondan tashrif buyurgan 100 nafardan ortiq iqtidorli sportchilar g'oliblik va medallar uchun bahs olib bordi. Quvonarlisi, Markaziy Osiyoda yagona hisoblangan O'zbekiston Unified Akademiyasi tarbiyalanuvchilari ham mazkur turnirda munosib ishtirok etdi. Ushbu musobaqaga Qirg'iz Respublikasidan 7 nafar sportchi bilan tashrif buyurdik. Turnir juda yuqori saviyada tashkil etilgan. Buning uchun mezbonlarga o'z minnatdorligimizni bildiramiz. Bu yerda turli yosh toifalarida iqtidorli sportchilar jam bo'lgan. Har bir bellashuv qiziqarli o'tmoqda. Bu esa yosh sportchilar uchun katta tajriba maktabi bo'lib xizmat qiladi. Qirg'iz Respublikasida universal jang sporti rivojlanib boryapti. Ayniqsa, bolalar va o'smirlar o'rtasida ushbu sport turiga qiziqish yil sayin ortyapti. Bugungi kunda ko'plab yoshlar muntazam shug'ullanib, xalqaro musobaqalarda ham muvaffaqiyatli ishtirok etmoqda. Bizning sportchilarimiz ham turli xalqaro turnirlarda sovrinli o'rinlarni qo'lga kiritishadi. Albatta, bu natijalar bizni juda quvontiradi va kelgusida yanada yuksak marralarni zabt etish uchun katta motivatsiya beradi. Chempionat nafaqat sportchilar, balki murabbiylar va mutaxassislar uchun ham muhim tajriba almashish maydoniga aylandi. Musobaqa doirasida mamlakatimizga Xalqaro Unified Federatsiyasi vakillari, taniqli murabbiylar, xalqaro toifadagi hakamlar hamda bir qator faxriy mehmonlar tashrif buyurib, yosh sportchilarning chiqishlariga yuqori baho berdi. Biz yana bir bor Unified bo'yicha Osiyo chempionatini o'tkazayotganimizdan juda mamnunmiz. Ayniqsa, bu yil musobaqada ishtirok etayotgan sportchilar va mamlakatlar soni yanada ortgani quvonarli. Avvalo, bunday xalqaro chempionatlarni yuksak saviyada tashkil etish uchun barcha sharoitlarni yaratib berayotgan O'zbekiston rahbariyatiga minnatdorlik bildiraman. Joriy musobaqada O'zbekistonni ham qo'shganda 6 davlat vakillari qatnashyapti. Bugun biz yosh sportchilarning o'z vatani sharafini munosib himoya qilish yo'lida katta ishtiyoq va g'alabaga bo'lgan intilish bilan bellashayotganini guvoh bo'lmoqdamiz. Ishonamanki, 2027-yilda O'zbekiston Unified bo'yicha bir qator xalqaro musobaqalarni tashkil etadi va ushbu sport turi yurtimizda yanada keng rivojlanadi. Barchaga o'z minnatdorligimni bildiraman. Sportchilarga esa halol kurash va yorqin g'alabalarni tilayman. Musobaqaning xolis va adolatli o'tishini ta'minlash maqsadida chempionatda ishtirok